Qanday qilib yirik korxonalarda xodimlarni nazorat qilish orqali yaxshi daromad qilish mumkin? Uning uchun siz HR kasbini professional darajada bilishingiz kerak. HR kompaniyasi hozirda O'zbekistonda eng rivojlanib kelayotgan soha va eng yirik kompaniyalarda professional HRlarga talab katta. Bu sohani qayerdan o'rganish mumkin deysizmi? Albatta, Amin Classda. Bu yerda siz professional 20 yillik xalqaro tajribaga ega bo'lgan Kozimxon To'rayev tomonidan 3 oy davomida kursimizni ham nazariy va yirik korxonalarda amaliyot o'tagan holda o'rganasiz. Kursimizni muvaffaqiyatli bitiruvchilarimizni shaxsan o'zimiz to'liq ish bilan ta'minlaymiz. Isbot uchun kurs bitiruvchilarimizning 90% to'liq ish bilan ta'minlangan va hozirda ular 5 milliondan 20 milliongacha daromad qilishadi. Agar sizda bu soha bo'yicha ikkilanish bo'layotgan bo'lsa, biz har dushanba kuni HR sohasi daromadli kasbmi yoki yo'q, aynan mana shu to'g'risida seminar o'tkazamiz. Seminar to'liq onlayn formatda bo'lib o'tadi. Seminarda qatnashish uchun maxsus tugma orqali hoziroq ro'yxatdan o'ting.